suvni to'g'ri ichishni bilmayotgan bo'lsangiz, hozir men sizga suvni to'g'ri ichish vaqtlarini o'rgataman. Qaysi organlar foyda qilishini bilib olsangiz, uni hayotingizga oson tatbiq qila olasiz. Videoga like bosing, qani ketdik. Uyg'onishimiz bilan ertalab oyog'imiz yerga tegishi bilan 2 stakan iliq suv ichishimiz bizni organizmimizni kun davomida ishlashga tayyorlaydi, butun organlarimizni uyg'otadi. Ovqatdan 20 daqiqa oldin ichiladigan 1 stakan suv esa oshqozon hajmini kichraytirish, oshqozonni hazmga tayyorlash va metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Har ovqatlanishdan oldin ichsangiz, ozishingiz ham osonroq bo'ladi. Uchinchisi, har cho'milishdan oldin suyuqlik ichish. Cho'milganimizda ko'pincha qon bosimimiz oshadi, chunki iliq suv tanani lanch qilishi mumkin. Mana shuni oldini olish uchun cho'milishdan oldin 1 stakan salqinroq suv ichish, ya'ni suvimizga muz solib ichish tavsiya qilinadi. Salqin suv butun tanani tetiklashtirishga, qon bosimini normada ushlab berishga yordam beradi. To'rtinchisi va eng muhimi, yuragida muammosi borlar uxlashdan oldin 1 stakan iliq suv ichish tavsiya qilinadi, chunki tanamiz uxlaganda ko'pincha suv sarfi bizda ko'proq bo'ladi va biz tanani chanqitib qo'yishimiz mumkin. Bu esa yuragimizga katta bosim bo'ladi. Yurak xurujiga uchramayman desangiz, uxlashdan oldin ham 1 stakan suv ichish maqsadga muvofiq. Bugun men sizga 4 xil suv ichish usulini o'rgatdim. Bu video sizga manfaatli bo'ladi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni va like bosishni unutmang.